شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ama ba'du. Hürmetli kardeşler, biz aldığın saatlik dersimizde Sure Bakara'nın 219. ayetini okuvatkan. Tehi ayet tükemegendi. Ayette Allah Subhanahu ve Taala Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın harak ve qima hakkında soralğanlığını bizge hikaye qilgan şekilde harak ve qimanınki mahiyet karakterini tushundirib qadam biroqlam jamiyatning qon-qiniga singib ketgan jamiyat biroqlam tashla desa tashlaolmaydigan darajaga borgan ishlar o'g'achqa buni tadrijiy shaklda bosqich bo'lib hal qilganligi haqida eng oxirisida Sura Maide'ninki 90-91. ayetide Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysir degan yerdan tartib oxirisi fahal entum muntahun, endi bu haroqlan qilmadan to'xtamsizlar endi degan buyruq bilan tamoman cheklaganligini musulmonlarning yani o'zi ma'lum darajada pishib yetilib naq vaqti kelgan bo'lg'achqa uzul kizil shaklda intahayna ya rob bo'ldi endi to'xtadik endi ishmaymiz endi o'ynamaymiz deb uydagi qochuq qushildiki butun haroqlarning hammani to'kib bu masalaninki bu shaklda oxirlashganligini so'zlab o'tgandik. Demak Alloh subhanahu va taolo haroqni harom qilishdan insonning aqlini qo'g'dab qolmoqchi. Çünkü biz ilgili saatlik dersimiz deganimizdek insonning dunyodagi vazifasi aqlga bog'langan. Badallarning o'tirisida inson bir narsani tanlamoqchi bo'lsa, aqlga tayinib tanlaydi. Yo'l tanlamoqchi bo'lsa, narsalarni tanlamoqchi bo'lsa, nima ishni qilay, qilmay demoqchi bo'lsa, aqlga tayinib tanlaydi. Chunki din dünyada 5 asasi muhim noktani qo'g'dash uchun kelgan bo'ladi qarindoshlar. 5 asasi muhim nokta. Men eson tutib beraman. Birisi insonning dini. İnsanның dini. İkincisi insonning jini. Dinning asosiy vazifasi, islomning vazifasi. Üçüncüsü insonning izzat obro'yi. Dördüncüsü insanın iktisadi. Beşincisi insanın aklı. Bulup cami 5 tane mühim nokta. İslam'ın tüm asasi maksidi, bütün ibadetler, bütün buyruklar, bütün çeklemeler bu 5 noktanı çöğürdüğü asasda buludu din İslam'da, İslam dininde. Hem de muşunuştaki meyli din meselesi, meyli can meselesi, İzzet, obro'y meselesi, pul, mal meselesinin hemmesi aqlga bog'langan. Aql sağlam, bir odamning dini sağlam. Aql sağlam, can sağlam. Aql sağlam, mal sağlam. Aql sağlam, izzet, obro'y sağlam. Agar aqlga masala yetsa, uning dindan masala chiqadi. Aqlda masala yetsa, normal hayotida masala chiqadi. Aqldan masala chiqsa, izzat obro'y bilan chatiq yo'q bo'ladi, uning masala chiqadi, pul mollarini buzib tashlaydi. Demak, ya'ni yig'ib akaga vaqtimizda dinning asosiy tubki birinchi maqsadi insonning sog'lom aqlini qo'g'dash. Chunki shariatning butun vazifalari, dinning butun ta'limotlari aql atrofida cho'g'laydi. Shunda o'g'achqa, shunda Alloh subhanahu va taolo insonga berilgan bu katta ne'matninki har qanday bir shaklda ta'siriga uchirmasligini,
İslamның tüp asasi maqsadi olan yuqorqi 5 noktaning ta'siriga uchmasligini Alloh subhanahu va taolo xohlaydi. Shuningdek, bizga haroqni harom qilishning sababi bu. Endi bu oyatda haroq bilan qimoni bir yerga akillik, ular sizdan haroq haqida, qimo haqida so'raydi. Masalan, nima desa, kishilarni g'aflatdan uyg'otmoqchi. Alloh subhanahu va taolo berdi. Nima desanglar? Qimo o'ynash. Normalda ikki odam bir-biriga qarab bir ko'ngil ochgan shakldagi bir holat o'g'achqa boshqalarning nazarida bir xil ko'ngil ochish yoki bir odatdagi ish degan shaklda o'rtaga chiqarliq bu. Halbuki bu ikki odam qimo o'ynayotgan vaqtida mavo A tarafning yanchuqini quruqdab qo'ymoqchi bo'ladi shu vaqtning o'zida. Mavo yani bir taraf qarshisidagi odamning yanchuqini quruqdab qo'ymoqchi bo'ladi. Bunday niyatdagi ustalning ikki tarafida o'ttirgan bu odamda, bu ikki odamda qanday do'stlik qoladi? Qanday qarindoshlik qoladi? Nima qoladi bularning o'tirib? Chunki mavo ani quruqdab qo'ymoqchi, avo mani quruqdab qo'ymoqchi, ne do'stlik, ne qarindoshlik hech nima qolmaydi bu yerda. Shunga qimavozlarninki qimani oqlab, voy bu degan do'stlikni kuchaytirdi, yey, u uning og'ini yey degandek gaplari hayron qolarlik qanday do'stlik hamda bu. Chunki bu do'st a do'stni quruqdab qo'ymoqchi, a do'st ma do'stni quruqdab qo'ymoqchi. Yana bu yerda texmi hayron qoladigan masala qarindoshlar. Avo aning ishiga qoyil, avo aning ishiga qoyil. Ya'ni maning qilganini ma e'tirof qiladi, maning qilganini ma, chunki ma aning pul melini olib olmoqchi, yana bir tarafning pulini olib olmoqchi, ikki taraf yana qarshimdagi odam mening pulimni olib olsa bo'ladi degandek bir xil ahvollar qilmadi. Bu bir hayron qolarlikdir. Undan boshqa qimo o'ynaganlarning ko'p hollarda qo'llanadigan vositalari asosliq ko'z buyamchilik, birisininki mol mulkini o'g'irlash masalasi. Endi bu ahvolning turtki hamda ikki qimo o'ynagan odam cho'qim birisi o'tirib birisi o'tirgan bo'lg'achqa bu xil shakldagi pul mol to'plash bir qulay, hech qanday jafo utgan taraf endi. Jafo tatmaylam qolaylam kelgan bir pul mol shaklda bo'lg'achqa ko'p hollarda qimo o'ynab mol dunyo to'plagan kishilarningki mol dunyoni oldi-keyniga qaramasdan isrof qilgan shaklda ishlaganligini, xarajatganligini ko'ramiz. Buning natijasida birisi qimo so'rinda o'zining mol-mulkini yo'qotsa, yana birisi isrof qilgan shaklda mol-mulkini yo'qotdi. U garchi utgan mol-mulk qanchacha bo'lsa, hayotimizda qimo o'ynab mol dunyo to'plab oqibatiniki yaxshi bo'lgan bir odam ko'rmaganlik hozirga qadar. Chunki qimo o'ynagan vaqtida qolay pul molga erishadi. Qolay pul molga erishgandan keyin oldi-keyniga qaramasdan xarjlaydi, bu shu. Endi uftagan tarafchi ufqa odam azroq bir ko'ngli xo'sh bo'lgandek shaklda pul molni buzib chechib xarjlab oxirida tugatsimi vaqtliq ko'ngli xo'shiladi. Ammo uftagan odamchi desa, balkim uftaganiga qarata hayotining oxirigacha dard alam ichida yashaydi. Agar mol-mulkining hammasini uftagan bo'lsa, u mangulik kambag'allikqa qoldi. Hatto shu achchig'ida izzat, nomusi, nomusini mo ustalning ustiga qo'yishi mumkin. Biz anglagan ba'zi bir qism gap so'zlarni hatto utirib oxirisida o'zining izzat, sharafi, mahremiyati bo'lgan oilasini mo qimo so'riniga tikkan ahvolni qanaqaliq ko'raylik. Bularning hammasi nima desa, ikkala tarafda bir xil xom xiyol, chush, yolg'on bir xil ko'nglidagi vasvasalar bilan shaytonninki utib olsa, million urilsa, utsa, mushuni tiksan, utsa, texmi ko'p o't degandek 1 million utqunning 2 million utqisi kelib, ashta shaklda shakllangan ahvollar. Hamda inson mushu shaklda kasbsiz, tirishchanlik ko'rsatmasdan, ishlamasdan, ayda pul tepishga odatlangan vaqtida hamma narsa uning nisbatan oddiy astayil qaramaydigan bir narsaga aylanadi. Qolay yashashga ko'nadi.
Endi üzülen qima oynab bununla utturduğu adamni tapamagan vaqtida an qanday qilishni o'ylan am boshqaning haqqiga tajovuz qiladigan yo'l qimani gerçi yo'lluq deb o'ylasin o'z nazarda uttumgo deb agar o'ynaydigan odam qolmaganida unda ahmoqlik qolmaganida bu jafoliq ishlab pul topamagan bo'lg'achqa ko'nmagan bo'lg'achqa qanday qiladi boshqalarnikini o'g'irlash yoki boshqa yo'llar bilan yo'lsiz qo'ymachilik degandek yo'lsiz shakllar bilan pul to'plash yo'liga kirib qoladi. Bu ahvol bu. Qimavozlar hisobda jamiyatdagi eng rezil kishilar. Bular shu boshqalarning mol-mulklarini yo'lsiz shakllar bilan yevelish, para elish, para berish, o'g'irlash degandek ahvollar bilan shug'ullanadigan odamlar. Na axloq bularda, na hamro, na do'stlik bo'lmaydi. Bularning oilasi davomli bir xil jiddiychilik ichida, oila munosabati yimirilgan shaklda davom qiladi. Ularning har holati la'natga loyiq insonlar. Shunga Allah subhanahu va taolo bu qadar ziyonli qo'ygan ekan qima masalasi, haroqning zini bilan tanglashib qoladigan bo'lg'achqa qima masalasi ma oyatda ikkisini bir yerda akilib turib, yasalunaka anil khamr wal maysir, haroq va qima haqida ular sizni qana qiladi so'raydi. Qul fihima ismun kabir. Bunun jinoyati, zarari, gunohi intayin ig'ir va kishilarning kallasida manfaat deb qaraladigan bir bilik foydalari bo'lishi mumkin, bir qism foydalari, ammo buning tatadigan, chiqadigan ziyon, tatadigan ziyon va zakiladigan zarar buning manfaatidan ortiq. Demak, bu yerdagi jinoyat, zarar, buningdan kelib chiqadigan yomon natija manfaatidan ortiq bo'lgan ekan, cho'qim qimmaslik degan bir taraf bo'ldi bu yerda. Bu amaliy ahvol. Endi zaman amaliy shu ikki ishninki haroqdan qilmaninki o'zgartirilgan bahami. Endi vaqt jihatda Alloh subhanahu va taolo sura Nisoning 43-oyatida va la taqrabus salat va antum sukar. Vaqt jihatda sizlar qilmang. Ya'ni demak haroq ichdimi bir odam, u odamning haroq ichgan vaqti ish qilmaydi. Haroq ichgan vaqti bir ishqa yaramaydi. Shunga Allah unda odamning namozdan maqanaq tusib o'tdiki, namoz o'qimaysiz u vaqtda. Namoz o'qiydigan vaqtda ishmasan dedi. Ondan keyin eng oxirgi bas qushlar kelgan vaqtda sura Maidning 90-91-oyatda ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir degan oyatdan tutdin cheklab bo'ldi endi tugat bu ishni. Yo'qot bu ishni. Yassun endi dedi. Mu'minlar shu aman ovoz qo'shib bo'ldi, yetdi. Endi to'xtadik deb buningga ovoz qo'shdi. Ahvol mazmun shu vaqtda ketayotgan. Ondan keyin 219-oyat degani biz hozir o'qiyotgan oyatning oxirisi maharoqning qamaniga tugab bo'lgandan keyin yangi bir mazmun boshlandi. Va yasalunaka maza yunfiqun qulil afwa. Ular sizdan nima chiqim qilish, nima xarajat haqida so'raydi. Sizdanki al-afwa ehtiyojdan ortiq qo'yg'ani chiqim. Bu savol biz ilgirki bir darsda so'zlagan Qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayn wal aqrabin wal yatama wal masakin degan oyat so'zlangan Amr ibn Jamuh so'g'an savolga berilgan javob. Ana bu yerda chiqim qiladigan, xarjlaydigan narsani Alloh afv deb atadi. Afv kalimasi Qur'oni Karimda nurg'on tilga olinadi. Sura Arafning 95-oyatida Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw degan yerdimi afv degan so'zni tilga ilg'iliq. Undan boshqa sura Baqaraning 178-oyatida faman afiya lahu min akhihi shay'un deb afiyaninki yiltizdan chiqqan so'z tilga ilg'iliq. Shunga o'xshagan Qur'oni Karimdagi afv so'zni da qaragan vaqtimizda bayatdan o'qigan sura Arabdagi oyatda afv degani bir narsaninki qana qilishi, eshib ketishi, birilgan nozu ne'matlarninki haddidan ziyoda bo'lib ketishi degan ma'noda tilga ilingan. Faman afiya lahu degan oyatda ya'ni qarindishi qisos masalasida bir narsa amay qana qilsa, tashlavasa degani, ya'ni asli irqtirishlik yerdan qo'yib birib uni afu qilsa degandek ma'noda. Ya'ni yiltizini surishtirib olsak, al-afv degan so'z ehtiyojdan ortiq har qanday narsaga al-afv deyiladi. Al-afv. Yani bu yerda nima chiqim qilamiz deb so'raydi Allohga nisbatan Alloh subhanahu va taolo qana qildi. Javob berdiki, al-afvni chiqim qilsa, ya'ni ehtiyojingdan ortiq tarafini chiqim qilsa.
Ehtiyojning ortiqligini men yeb, ichib, kiyib, yana eşib qoladigan kelgusimdan ensaydigan masalan ya oylik ya 2 oylik oldimdan olib qo'yay deyman oldin yani. Onu da meşgul qiladigan bir taraflar olur normalda. Yani buzulup ketish ehtimoli bo'lgan taraflar bugungi kunda hamdalik nurg'un narsalar preslanib, pulga preslanib, qana olib ketdi, bir xil ixchamalat keldi. Burun zamonlarda ochliq teridan ehtiyojingdan eshidi, uzun saqlasang buzuladi. Qana qilsa, pirvitsa, mevichiva teridan beqinva senden eşdi, tuqqanlaringdan eşdi, zapas ap qo'yding, yana uni eşdi. Afuludu. Muşun çıkım kılıverdi dedi. Bu eğer eminlense cemiyette bir xil paravallık, bir kengir turmuş şekillenirdi. Yani yeteridi, çıktı ziraat, satıdığını setip, ihtiyacına kamdı, yeydiğini zapas ap koydu. İşte. Hem de bunu şu noktadan etraflılık oylanğan vaktimizde bu bizning alaqı kichikkin yerlerimizin çoğ bilan çıkmagan bilan çoğ trilgu yerden çıkan mahsulotlarga qarab eğer baha bir dağışıp qalsa, zaten bir ehtiyojdan eşib, ambala, mesela yillik ehtiyojlar hammasi tulab, 2 yillik ehtiyoj to'ldi deyli ma'qul. Bak ehtiyoj deb qalsaq, kelgusidagi kutilayotgan ofatlarning oldini olish uchun zapas olib qo'ydik deyli. Umu to'shqa vaqtda undan eshib qolganda qana qiladi? Ba'zi ishlar bo'ladi, eshidi. Uni tashlatib ko'mitish kerakmi? Yo'q, birib etish kerak-da. Odam o'zining eshqindan atrofidagi tuqqanlarga, xulum xo'shlarga, hamroylariga birib etish aqlga bak uygunmu yoki isrofga buzib o'tish aqlga bak uygunmu? Endi bir gapni alohida eskartib qo'yay. Mayadagi ehtiyojingdan eshqinni xajla degan buyruq zakat tuzilmasi tushishdan ilgari yo'l qo'yilgan buyruq. Zakat yo'q vaqtida ehtiyojingdan eshqinni qana qil ba. Endi nimda islom dastlabda ehtiyojingdan eshqinni ba'lam dedi. Kim zakat sistemiga o'tdi? Nima uchun? Ma sistemdan, iqtisodiy sistemdan zakat sistemiga o'tdi desa, chunki Alloh subhanahu va taolo ishlagan odamning, harakat qilgan odamning harakatini qimmatga ega qilmoqchi bu yerda. Bir odam ishlab oxirisida ehtiyojni eshqanni bir vassa, u bir egri keladigan narsa. İşleyen adam özüge menfaat biridu qilgan ishi, o'zi xolisin, xolamasin boshqalarga qana qiladi, menfaat biridu, shunga insonlarni texmi ishlashga rag'batlantirish uchun zakat sistemini yo'l qo'ydi. Hali ehtiyojini oshqanda qanaqa va degan sistemdan yo'q zakat muqim o'lchimi zakat sistemi o'tkazdi. Ehtiyojingdan oshqanda haqqi ba desa, bu yil ya terib, jafo tortib yoki tijorat qilib, pul tepib, ish qilib, bir yil jafo tortib, bir muncha pul topdim yoki bir muncha oshliq chiqdi. Ehtiyojimdan eshdi, xilila eshtamdi. Ba'dim qarab baqib, nima qilamiz jafo tortib? O shunchalar binasi eshdi. Buni haqqi bir kilayla azroq ishlay ya. Menga yerim chiqsam yetdi ekan ya. Deydigan bir holat gap qilish ehtimoli va normal. Chunki insonning mijozi shu. Shuni bilan Alloh subhanahu va taolo zakat sistemini yo'l qo'ydi. Jiq ishlasang, uning ko'p qismi san qoladi. Belgilangan qism boshini birsa, qolgani san qoladi. Qanchalik jiq ishlasang, o'zingga shunchalik foydasi bor. Endi bir odam jiq ishlaganning o'ziga foyda olgandan boshqa, o'zi xolamay atrofdagilarga foyda oladi. Bu nuqta bor. Masalan, deyli, islomning zakat sistemiga inchki qarag'an vaqtimizda insonning harakat qilgan, qilmaganligiga qarab turib qo'yiladi zakatning ishi. Inson jiq jafotati qilganda o'zining eshitdig'ini qiladi, beradigan zakati oz bo'ladi. Az jafotati ko'p hollarda tabiiy sharoitlardan foydalanib oladigan, eshitadigan mol dunyolarda zakat beradigan majburiyat ko'p bo'ladi. Masalan, yaning ostidan chiqadigan boyliqlarga desak, masalan, neft deyli, oltin kon deyli, bularning hammasininki 20% beradi. 20%. Çünkü yani aslında tayyor narsa. Shu azroq kuch sarf qilib chiqaslan bo'ladi. Favqulodda bir kondan birini bayqab qoldim. Favqulodda mol dunyo ko'milgan o'nko'rni birini bayqab qoldim. Bashdan birisi boshqalarninki. Chunki bunga jafo yo'q. Undan boshqa ya terib, yoki urug'ni selib, parvarish qilib, osmonning suvi bilan sug'asa, undan biri. O'zi eriqda suv akilish orqali yoki boshqa yo'llar bilan suv chiqish orqali sug'asa
10'dan birinin 20. 10'da birinin nimesi 20. Yani mesela 10'da bir degende 100 kilo çıkan açlıktan 10 kilo verse, manım 100 kilo açlıktan 5 kilo birdi. 10'da birinin 20. Çünkü manada bekrak cevap atat. Endi ticaret kılıp, kündüz bazağa berip, kelip, elip, setip. Mesela bu şekilde pul tapqa adam olunca ise onun japasını köz tutup, yani japası köp boğaçqa texmin şudur ki 2 yerim birisi. 40'tın biri. Demek, bu yerdeki zakat sistemimizga inchki qaragan vaqtimizda, zakat tuzilmasiga, bu şu kishininki tatqan japası, harakati, tirishchanligiga qarab turib bo'ladi. Endi shayda biz endi bugungi kunda zamindan yo'qoldi-ku, ammo tilga bitishga arziydi. Shu kommunist davlatlarda yo'l qo'yilgan sotsializm deymizmi? Sen ehtiyacın oluşluq alırsa, qağınның həmmini oturuğa taşlaysa, başqalarga birisi degan sistem, dal biz Qur'oni Kerimdə bizga faraz qilingan zakat sistemimizga tamamı qarşı sistem. Bu sistem məngu qalbi qılamaydiganlar qaras. Bir adam nə qilib, sen işləysə, amma ehtiyacın oluşluq alırsa, qağınını bir ötsə desə, o adam nə qarab baxıb özünün ehtiyacını aşqanı görən vaxtda məlum dərəcədə özünün tirişçiliğini azaltdı. Lakin İslam nə deyir? Yo'q. Sen bir cemiyette yaşadın. Hareket kıldın, tiriştin, mal dünyaya eriştin. Ama şu hareketin, tirişçiliğin etrafındaki sen bilen birlikte yaşayan namrat ya ki senden tüven adamlarının meyli bir vasıta ya ki vasıtsız şekilde onunla tesir var. Çünkü sen yalnız ormanlıktan bir görüp tirişip haqqan tirişsam onda pul tapamaysa. Yalnız kumluk ya ki jangal görüp haqqan tirişsam onda pul tapamaysa. Etraftaki adamın tesirinden pul tapadı bir insan. Bu yerde bay, pulmal igisi, özünün tirişçiliğini köğenden başka, tirişçiliğine erişkenden başka, tirişçiliğinin neticesini kolga algandan başka, şu tirişçiliğinin neticesi erişken mal dünyasına təsir göstərən yeni bir tarafını oylaş gerek ki, kembagəllərini oylaş gerek. Yani baylığa nispeten tirişçiliğinin mükafatını bəsə Allah, kembagəllərin hürmetini mi saklaydı? Baylar özünün mal dünyasının məlum kısmını ayırış arqılıq kembagəllərin hürmetini saklaydı. Ne olan cemiyet tenfon halat durduğun gibi. Əks təqdirdə bayılıp cemiyetin pul tapqını da etraftaki kişilerin təsirinden pul tapıdı. Meyli vasıtılıq ya vasıtsız şekilde. Eğer ola üzü tapqan nəsini sap miningdi, men tapqan tim dep halis üzü işletip ketiverse başqalarının açgözlüğü düşdü onunğa, tamaxorluğu düşdü, həsdi düşdü. Ya ki əks təqdirdə yana komünist, sosyalizm degen şekilde tapqınının üzəng ehtiyacıqdan başqa həmmini bir sədəsə horulluq başlanıdı. Demek İslam cemiyetini birisi açgözlüknün şerritin, hasetinin şerritin. Yani birisi horulluqnın selbi neticelerden saklap güzel bir sistem, yani zakat sistemini bizge ortağa koyup verdi. Zakat sistemini ortağa koyup verdi. Demek bir adam özünün mal mülküdün, özünün ehlige, etrafındaki tuqqan, xulum, xoşna, kembag'al kishilarga chiqim qilib sarf qilganida bu odam xotirjam, huzurli yashaydi. Bu yil birisi zakat bermadi, hech nima bo'lmadi. Buni qarablam hech bo'lmaydi ekan deb ham xayol tushunsin. Chunki u bermadi, yana birisi bermadi. Jamiyatdagi butun puldorlarning hammasi pul mollarini jamiyatga sarf qilmadi, hamon jamiyatning ularga qarshi inqilob qilganligini pat arada qana qiladi, ko'radi. Müştah şekilde Allah subhanahu wa ta'ala zakat arqılıq insanlar cemiyetini qoğdab qaldı hesabda. Birisi horulluqның səlbi nəticəsindən qoğdudu, sosyalizmның əksicə. Yəni birisi həsəd, açgözlük, bulan talanның şərridin saqladı. Ama tiriş qınının nəticəsi sən mi eriş? Sən mi tirişdin? Al. Ama bunun vasıtsız şekilde sebep olan etrafındaki kişilerge mi? Ne olan bir adam normal, huzurlu bir hayat kırışıdı. Cemiyet muşu şekilde menfaatleniyor. Cemiyet kanda menfaatleniyor. Bu adam mesela tirişti. Mesela değil en çok da neçe milyon pul var. Emniyette bu pul bunun hayatı gıydı duandı.
Ama pul tepish degan Allohning mushning qalısqa bergan bir qizg'inlik, pulga bo'lgan qiziqish, bir hevesmanlikning natijasida bu bir imorat sanoqchi bo'ladi. Bir bino sanoqchi bo'ladi-da. Yancuqdagi pulning hammani chiqib mablag' soladi. Buning natijasida bu odamning yancuqqa solgan mablag'ining foydasi kirib bo'lguncha mushu binoni silish jarayonida ishlagan nurg'un ishchilarning yancuqqa pul kiradi. Bu binoning ham materiallarini ishlagan, satgan tijoratchi korxonalarning yancuqqa pul kiradi. Demak, bir odamning bir harakat qilishi natijasida u odam o'zi xalab xalmay nurg'un adam manfaatlanadi. Bu nuqtadan Alloh subhanahu va taolo kishilarning uzluksiz harakat qilishini qanday qiladi? Saqlaydi zakot sistemasi orqali. Takroriday, agar zakot sistemasining aksidagi, yani sotsializm shaklidagi sistem qaraydigan bo'lsak, bu yerda kishilar ishlab chiqishdan to'xtaydi. Chunki o'zining ehtiyojidan oshqinning hammani bir o'ziga olib qolsa, jiqishlash ketmaydi. Yoki uning qarshisidagi kapitalizmga o'xshash, men o'zim topdim, sening bir mo'jan haqqing yo'q, bir tiyin haqqing yo'q degan shaklda topganning hammani o'zi egallab olsa, jamiyatda askirlik, bulongchilik, qaroqchilik, bunga nisbatan hasad, aminsizlik, huzursizlik avj oladi. Buni ko'ryapmiz. Ammo o shaklda emas. Yo'q, sen ishlading. Tirishding. Bunun ma'lum shakl natijasiga sen erishishing kerak. Ammo buning bilan butun topqiningni hammani mening duosim olmaydi. Cho'qim qana qilishing kerak, xayrishing kerak. Qarasa bu odam ishligiga tushliq erishdi va ma'lum darajada xayrladi. Bu odamda erishib turgandan keyin o'rinli qolmaydi. Üzlüksüz tapqan pulini tapqısı keladi. Yana tapqanı tapqısı keladi. 1 million bo'lsa 2 million tapqısı keladi. 2 million bo'lsa 3 million tapqısı keladi. Taraqqiy qiladi. Bu odam har bir qadamni olsa, bir iqtisod egisi, har bir tijoratni qilsa, bu odam xolisin atrofdagi nurg'un odamning yanchiqo'g'i bo'lib keladi. Lekin atrofidagi bu odamning doirasimi bu odamdan norozi bo'lmaydi. Chunki bu odam zakotini berdi, o'zining ehtiyojidan oshgan ma'lum qismini boshqalarga qana qildi, o'rtoqlashib, paylashdi, ham bahrladi. Atrofdagilarni ina qiladi, buningga yomon ko'zga qaramaydi. Demak, bir jamiyatda huzurli ahvol shakllanadi. Demak, bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga sizlar chiqim qilish bobiga kelgan vaqtida ma shaklda chiqim qilinglar deb ilgirki oyatda bir qitim o'qib o'tgan, ma oyatini takror o'qib o'tdik. Bunda deyishning sababi dal bizni huzurli jamiyatda yaratish qanaqdir, ya'ni takror desam, biz ehtiyojni oshganning hammani elib olmaydi islomning iqtisod tuzilmasi yoki hammasi sening demaydi. Erishgan mal dunyo tirikchilikning natijasida bu sening. Ama bunun için ma'lum nisbatda boshqaning haqqi. Mush ikki ishni islom zakot tuzilmasi orqali o'rtaga qo'ygan. Buning orqali ishlab chiqaradiganlarning uzluksiz tirikchilikka kafolatlik qilgan va bularning bexatarligi va hayotdagi huzuriga ham bexatarlik qilgan. Bu islomdagi iqtisodni sarf qilishning imkoniyati boshqa bilan o'rtoqlashishningki asosiy maqsad sabablaridan birisi. Miqdod ibn Ma'di Karib radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Peygamber deydi, bir odam o'z qo'li bilan ishlab mushuning haqqidan yegandanmi yaxshi tamoq yo'q. Ya'ni insonning eng yaxshi ishi halol kasb bilan bir narsa teyip yegini. Allohning payg'ambari Davud alayhissalom bir podshoh turib, bir payg'ambar ham podshoh turib, o'zi qilgan emgakning natijasini qana qildi, yeydi degan bir hadis bilan bugungi darsimizni oxirlashtiramiz. Alloh nisb qilsa kelasi darsimizda Sur Baqaraning 220-oyatini boshlaymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.